بسم الله الرحمن الرحيم نهايت شفقتlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Cimi hamdu sana Allah'a xosdur. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Oxiratdagi hamdu sanomi Allohga xosdir. Allah hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hammadan xabardordir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Allah ziminning qo'yniga kirib ketadigan, ya'ni yomg'ir, kon va o'liklarga o'xshash narsalarni, zimindan chiqadigan o'simlik, buloq va quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni, osmondan tushadigan farishta, yomg'ir, ajal, rizq qatorliq narsalarni, osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turdi. Allah bandalarga nihoyat mehribondir. Tavba qilguvchilarni nihoyat mag'firat qilguvchidir. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Kafirlar bizga qiyomat kelmaydi deydi. Aytqinki undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki qiyomat sizlarga cho'qim keladi. Alloh g'aybni bilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi zarra chog'liq narsa Allohdan yiroq emasdir. Uning ya'ni zarradan kichikroq narsa bo'lsin, cho'ngroq narsa bo'lsin, lavhul mahfuzda xotirlanmagani yo'q. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. Bizning oyatlarimizga kuchining berishiga qarshi turganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. İlim berilganlar, ya'ni sahobalar va keyingi amal qilguvchi ulamolar sana Parvardigoring tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhisiz haq ekanligini, insonlarni g'olib hamda sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Kafirlar bir-biriga aytidi. Sizlar qabrlarda chirib, tutma-talon bo'lib ketgandan keyin cho'qim yangidan yoritilisizlar, deb xabar beradigan bir odamni ko'rsatib qo'yaylimi? أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. O Allah'a yalğanını toqudumu? Ya o ilişib qaldımı? Hergiz undaq emas. Ahiretki iman keltirmeydiganlar azapta ve çonqur gumrahlıqtıdır. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن
في ذلك لآية لكل عبد منيب. Ular oldidiki va orqasidiki ularni o'rab turgan osmon bilan zamin qarmamdi. Agar xohlasak ularni yerga yutqizamiz yoki osmonni ularning ustiga parcha-parcha qilib tushiramiz. Buningda Allohga qaytquchi har banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalil bor. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Biz Davudqa dargohimizdan haqiqatan fazil, ya'ni payg'ambarlik, zabur, tog'larning va qushlarning bo'ysunishi, to'mirning yumshoq bo'lib berishi, savut yasashni bildirishlarini ato qildik. Ey tog'lar, ey qushlar, Davud bilan birlikda tasbih aytinglar, dedik. To'mirni Davudqa yumshoq qilib berdik. أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Biz onunğa aytdik. Mükemmel savutlarını yasıgın. Savutlarını yasaşda halqılarını bir-biriga tekşi qılgın. Ey Davud ailesidikiler, yaxşı iş qılыңlar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni ko'rib turguchiman. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Sulaymanga shamalni bo'ysundirib berdik. Shamal tushdan ilgari bir oylik musofini, tushdan keyin bir oylik musofini bosatdi. Uningga mis chiqadigan buloqni oqqizib berdik. Ba'zi jinlar Parvardigorning amri bo'yicha Sulaymonning oldida ishlaydi. Ulardan kimki bizning amrimizga xiloflik qiladi ekan, uningga biz do'zax azobini tetitimiz. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Ular Sulaymonga u xohlagan kat saraylarni, mistin, aynakdan ajoyib haykallarni, ko'ldak cho'ng leganlarni, cho'ngliqdan midirlamaydigan qazonlarni yasaydi. Aytdiki, ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlariga shukr qilinglar. Mening bandalarimdan Allohning ne'matlariga shukr qilguvchi bek oz. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Sulaymonning vafatini hukm qilganimizda, ya'ni uni vafot qildirganimizda, Sulaymonning o'lganligidan jinlarni faqat uning hosisini yegan qurtlar xabardor qildi. Sulaymon hosisini qurt yeb yiqilgan chaqda jinlarga aniq bo'ldiki, agar ular g'aybni biladigan bo'lsa edi, xor qilguvchi azobda, ya'ni shundoq uzoq vaqt ig'ir amgakda qolmagan bo'ladi. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. Şübhisiz ki, Saba qavmiga ularning turadigan joyida Allah'ның qudretini ko'rsatadigan büyük dalil bar idi. Uning o'ng tarafida bir turkum bog'lar, sol tarafida bir turkum bog'lar bar idi. Ularga aytdiki, Parvardigoringlar bergan rizqdan yanglar va uningga shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Sizlarga rizq bergan Parvardigoringlar shukr qilguvchini mag'firat qilguvchi Parvardigordir.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Ular şükürden baş tartdı. Şunun bilen ularga qattiq salni avatdiq. Ularning bağlarını açıq meyvelik, yulg'unliq, az to'la sidirliq, ya'ni yovchilanliq bog'larga aylantirdik. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Ular küfürlük qilganliklari uchun mushundaq jazo oldik. Biz faqat küfürlük qilguvchilarni jazolaymiz. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Ular bilan biz berkatli qilgan qishloqlar orasida ko'rinib turadigan tutishib ketgan nurg'un qishloqlarni barpo qildik. Ular orasidagi mengishni o'lchamli qildik. Ya'ni safarda yemak-ichmak elib olmasimi bo'ladigan. Attigan chiqqan yo'lovchi tushdi bir o'tanga yetib borsa, kechdi bir o'tanga yetib boradigan qildik. Ularga aytdikki, ularning orasida kechalarda va kunduzlarda tinch amon menginglar. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Ular, Parvardigarimiz, safarlarimiz arasını, yani ötanglar arasidagi musofani yiroq qilgin dedi. Ular o'zlariga zulm qildi. Ularni biz keyingi kishilarga cho'chaq qilib qoldirdik. Ularni teripsin qilivetdik. Buningga har bir baloga sabr qilguvchi, ne'matga shukr qilguvchi uchun nurg'un ibratlar bor. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. İblis ularni azdırışdan ibaret gumanını hakikaten işqa aşırdı. Çünkü bir türküm müminlerden başka ularning hammasi iblisga ergashdi. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. İblisning ular, ya'ni ergashuvchilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltiruvchilarni bilib olishimiz uchundir. Parvardigoring hamma narsani kuzatuvchidir. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Aytqin ki, sizler Allah'ını koyup ma'bud deb qarğanыңlarni chaqırыңlar. Ular osmonlarda ve ziminde zerre çağlık nersige egi bolalmaydı. Ularning osmon ziminning yaratilishi ve boshqarilishida Allohga hech sherikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon ziminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah izni bergen adamdan başqa Allah'ның dergahida şafaat payda vermeydi. Şafaat qilguvchilarning dillaridan qo'rqinish ko'tarilganda ular ondan ba'zisi Parvardigoringlar şafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ular javoban
haqni dedi, ya'ni mo'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi, deydi. Alloh yuksakdir, kattadir. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Aytqin ki, sizlarga osmonlardan va zamindan kim rizq berib turdi? Aytqin ki, Allah rizq berib turdi. Shubhisizki, biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdadurmiz, yo ro'shan gumrohlikdadurmiz. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Aytqin ki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roq tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roq tortilmaymiz. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Aytqin ki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqlik bilan hukm chiqaradi. Alloh odil hukm qiluvchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Aytqin ki, bana aytib beqinglarchu. Sizlarning Allohning sheriki deb atolganinglar hargiz undaq emas. Balki o Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Seni biz faqat bütün insanlar uchun mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi va kofirlarni azob bilan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ishga oshidi deydi. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdammi ilgari keyin bo'la olmaysizlar. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Kapırlar, bu Kur'an'a ve onundan ilgirki kitaplarga hergiz işenmeyimiz deydi. Eğer zalimlarni Perverdigarının dergahida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zi bilan jidallashayotganini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Bo'za qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etatdiq deydi. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Çoğunçuluk qilganlar bo'za qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن
نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Bo'zaq qilinganlar cho'nchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kecha-kunduz qilgan hiyla-mikringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga sherik keltirishga buyurdinglar, deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganlarga ichida pushaymon qiladi. Kofirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. Qaysi şəhərə bolmusun, birər agahlandırğıcı əvətsəklə onun dövlətmən adamları şübhəsiz ki, biz sizlərinin peyğəmbərliklərini inkar qılımız dedi. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Ular yana, bizning mallarımız və ballarımız ən köp, biz azaplanmayımız dedi. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Aytqin ki, haqiqatan Parvardigorim kimning rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Kimning rizqini tor qilishni xolisa, uni tor qiladi. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Mallarınlar və balalarınlar sizlərni bizə yaqınlaşdıralmaydı. Faqat iman etqan və yaxşı əməl qılğanlarga qılğan əməlləri üçün əsləb savab verilidi. Ular cənnətnin esil öylərdə hər qandaq köngülsüzlikdən əmin bolğan halda turdu. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Bizning oyatlarimizga kuchining berishicha qarshi turganlar azobga duchor qilinguchilardir. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Aytqin ki, haqiqatan Parvardigorim qaysi bandasining rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tor qilishni xolisa, uni tor qiladi. Allohning yo'lida bergan narsanglarning o'rnini Alloh to'ldirib berdi. O rizq berguvchilarning yaxshisidir. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. O kunda Allah ular, yani müşriklarning hammasini hisob elish uchun yig'di. Ondan farishtalarga, bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Ular aytdı, sen paktursan, bizning do'stimiz ular emas sen. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinatdi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiratdi.
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Bugün sizler bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz Allohdan g'ayriga cho'qing'uchi zolimlarga sizlar chin tutmagan do'zax azobini tetinglar deymiz. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilganda ular bu faqat sizlarni ota-bobonglar cho'qingan butlarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Hamda ular bu faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kafirlarga haqiqat yetib kelganda ular bu faqat o'p-ochiq sehrdir dedi. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Ularga o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Senden ilgari ularga hech qanday payg'ambarni avatganimiz yo'q. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Ulardan ilgari o'tganlar haqni inkor qilgan. Ular, ya'ni Makka kuffarlari, ular, ya'ni ilgarikilar erishgan kuch-quvvatning 10dan 1-gimi erishmagan. Ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoim qandoq bo'ldi? Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Aytqin ki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar xudolik uchun ikkidan yo birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakkalda haqni tilanglar. Ondan fikr yurgizinglar. Hamrohinglarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat o qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allahi wa huwa 'ala kulli shay'in shahid. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. O sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Alloh hamma narsani kuzatib turg'uchidir. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Aytqin ki, Parvardigorim haqiqatan haq orqali botilni otidi. Ya'ni pokitni ro'shan bayon qiladi. Alloh g'aybni tamoman bilguchidir. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Aytqin ki, haq, ya'ni islom keldi. Batıl yo'qoldi. Batıl biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asli keltira olmaydi. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib.
Aytqinki, agar assam ozg'onligimning ziyni o'zimgidir. Agar hidoyat topsam, bu Parvardigorimning menga vahiy qilgan Qur'onining sababidandir. Allah haqiqatan anglab turg'uchidir, yaqindir. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini, do'zaxga ilib berish uchun mahshargohga yaqin joyda tutilayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandoqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltiralaydi? وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayb ishlari ustida yiroq joydan qarsiga so'zlaydi. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannat kirish orasida to'salg'u paydo qilindi. Ularga ilgari ularga o'xshashlarga qilinganda qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalar ustida dunyodagi chog'larda cho'nqur shakda edi.